muhabbat bor, saodat yo'q. Muhabbatdan tug'ilgan ko'p jinoyat bor, adolat yo'q. Unutmasin, bu dunyodan adolat izlagan inson bu yo'lda ko'p balolar, ko'p musibat bor, shikoyat yo'q. Adolat sohibi vaqti ibodatda shahid oldi. Adil aqidasi shunda, shahodat bor, ma'niyat yo'q. Ne uchun? Bir kafanlikda qadr kasb etmagan yerda bir arzimas mulk ustunda raqobat bor, uyat or yo'q. Magar inson bildi o'zini tuproqtinda karra ustun, ul shaytondir. Takabbur uchun qiyomatda malomat bor, shafoat yo'q. Uyg'on banda, ko'zlaring och, Allohga qoch, bu g'aflatdan ibodat bodasin ichsang, nash'a bor, zavq bor, shaqovat yo'q. Butun ne'mati dunyo yoyin bulut misolida. Faqat surat, faqat sur'at, ham haybat bor. Hech qiymat yo'q. Beshning bog'larini sotma, mulki diyor didor uchun bu yanglish bir tijoratdir. Ziyon bor u daromad yo'q. Tilingdan joy berding robga, qalbing iblisga parak. Til Allohni zikr etsa bo'lur qalbing ziyoratgoh. Sening qalbi diyoringda sayohat bor, ziyorat yo'q. Bir vaqt o'tdi, berdi Alloh. Nutfa ichra topding havo, qaytib olsa tamom bo'lding, dalolat bor, sadoqat yo'q. O'tar oylar, kechar yillar, ibrat olmoq vaqtidir bu, bir nafasda bir umrlik hidoyat bor, zalolat yo'q.